Lokatsiyasi zo'r joydan, barcha qulayliklariga ega, maydoniga qaramay bemalol o'ziga 3 ta xo'jalikni sig'dirib oladigan, yozda katta soydan kelgan salqin shabada esib turadigan joydan hovli sotuvga qo'yildi. Shunaqa shikala joyni kimni tanisangiz hammaga jo'natib qo'ying. Bu yerda mazza qilib yashaydi-yu odam. Hovli 4.7 sotix maydonni egallagan 8 ta xona, 3 ta yotoqxona, 3 ta sanuzelga ega. Remonti yaxshi. Qurilish materiali asosan 70% pishig'ishdan, qolgan 30% xomg'ishdan aralashtirib qurilgan. Ko'rib turgan mebel texnikalarni ham kelishib olsangiz sizga qoldirishar ekan. Kiyimlaringizni olasizda, oilangiz bilan kelasiz, yashaysiz. Tamom. Kommunikatsiyalari to'liq. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya bor. Shu joyga bitta like bosib yormaysizmi, jigarim? Atrofida barcha qulayliklari, maktab, bog'cha, Hazrati Abbos masjidi, Kappon bozori, mol bozori, choyxona va kafe, fast foodlar, kosmonavt lageri ham bor. Hovli tupik ko'chada joylashgan, bemalol farzandlaringiz yugurib, o'ynab yurishlariga qulay. Bu joyning salqinligi va xavfsizligi hovlini yana ham qadrliroq qilib turadi. Narxiga egalari $130,000 so'rashyapti. Siz uchun yana kelishtirib ham berishar ekan. Manzilidan so'rasangiz, Qo'qon shahar, Qodirjon Haydarov ko'chasi, 4-uy, mo'ljal Hazrati Abbos masjidi. Telefon raqami shundoqqina ekraningizda. Bemalol bog'lanib, kelishib, uyni o'zingizniki qilib oling. Ham lokatsiyasi, ham barcha qulayliklariga ega joyni yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying.